Barchaga salom. Oddiy test orqali yashirin kuchingiz haqida bilib oling. Har birimizning o'z yashirin kuchimiz mavjud. Biroq siz uning aynan nimada ekanligidan bexabar holda butun umringizni o'tkazib yuborishingiz mumkin. Baxtga ko'ra, ushbu test sizni haqiqatni anglashingizga yordam beradi. O'zingiz uchun ma'qul kelgan javobni tanlashingizga 15 soniya vaqtingiz bo'ladi. Shundan so'ng har bir javob uchun ballar e'tiboringizga havola etiladi. Shunday ekan, qalam va qog'ozlaringizni tayyorlab oling. Testning oxirida esa ballaringizni hisoblab, qanday yashirin quvvatga ega ekanligingizni bilib olasiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lishni va ajoyib yangiliklardan bexabar qolmaslik uchun qo'ng'iroqchani bosishni unutmang. Birinchi savol. Ushbu ranglar to'plamidan qay biri sizga ko'proq yoqadi? A. To'q qizil, sabzrang va moviy. B. To'q moviy, to'q yashil va qizil. C. Och yashil, kulrang va yashil. D. Sariq, ko'k va to'q ko'k. E. Jigarrang, to'q kulrang va och kulrang. O'z ballaringizni hisoblashni unutmang. Ikkinchi savol. Siz faqat bittasini tanlashingiz mumkin. U qaysi bo'lishi mumkin? A. Tana. B. Aql. C. Qalb. D. Xotirjamlik. E. Hech qaysisi. Uchinchi savol. Qaysi element sizga eng yaqini? A. Yer. B. Metal. C. Suv. D. Olov. E. Daraxt. To'rtinchi savol. O'zingizga o'xshatadigan hayvonni tanlang. A. Tulki. B. Bo'ri. C. Mushuk. D. Yo'lbars. E. Boshqalar. Beshinchi savol. Muhim hodisalardan oldin o'zingizni qanday his qilasiz? A. Asabiy. B. O'ziga ishongan. C. Foydasiz. D. Umidga to'la. E. Zerikkan. Oltinchi savol. Hozirgidanda ko'proq biror mashg'ulot bilan shug'ullanishning imkoni bo'lganida nimalar bilan shug'ullangan bo'lar edingiz? A. Ko'proq vaqtni o'qishga qaratish. B. Ko'proq sayr qilish. C. Ko'proq uyda vaqt o'tkazish. D. Restoran va magazinlarga borish. E. Boshqa. Yettinchi savol. Quyidagi xususiyatlardan qay biri sizga yaxshiroq ta'rif beradi? A. Ulg'aygan. B. Aqlli. C. Ta'sirchan. D. Introvert. E. Ekstravert. Sakkizinchi savol. Hayotingizda miriqib hordiq chiqarish uchun eng yaxshi joyni tanlang. A. Tog'lar. B. Dachalar. C. O'rmon. D. Dengiz. E. Biror ekstremal sport.
9-savol. Qaysi sezgi a'zoyingizga ko'proq tayanasiz? A. Siypalash, B. Ta'm bilish, C. Hid bilish, D. Eshitish, E. Ko'rish. O'ninchi savol. Qaysi muammoni birinchi bo'lib hal etasiz? A. Rakka qarshi davo topaman. B. Kambag'allikni yo'q qilaman. C. Havo ifloslanishini to'xtataman. D. Jonivorlarni qiynashni taqiqlayman. E. O'rmon yong'inlarini to'xtataman. O'n birinchi savol. Qaysi faslni ko'proq yoqtirasiz? A. Yoz, B. Kuz, C. Bahor, D. Qish, E. Barchasini yoqtiraman. Va so'nggi savol. O'z fe'l-atvoringizni qanday ta'riflaysiz? A. Do'stona munosabatdaman. Yordamimni hech kimdan ayamayman. B. Juda quvvatliman. Bir joyda uzoq tura olmayman. C. Ta'sirchan insonman. Atrofdagilarim menga kuchli ta'sir ko'rsatadi. D. Murakkab vaziyatlarni yoqtiraman. Ularni hal etib, o'zimni ajoyib his etaman. E. Yaxshi tahlil eta olaman va natijalarni oldindan taxmin qila olaman. Endi natijalaringizni hisoblab chiqing. Agar tayyor bo'lsangiz, natijalar bilan tanishamiz. Tayyormisiz? Boshladik. Agar siz 120 dan 190 ball to'plagan bo'lsangiz, sizning yashirin kuchingiz rivojlangan sezgi a'zolaringizdir. Siz kichik jihatlarga ham ahamiyat berasiz va hech narsa e'tiboringizdan chetda qolmaydi. Ehtimol siz kamtar va bosiq insonsiz. Shu bilan birgalikda siz do'stlaringiz bilan vaqt chog'lik qilishni yoqtirasiz. Agar to'plagan ballingiz 200 dan 290 ballni tashkil etsa, sizning yashirin kuchingiz tafakkuringizdir. Siz o'ylayotganingizdan ko'ra aqlliroqsiz. Sizning miyangiz o'zgacha ishlaydi. Shuning uchun eng qiyin vaziyatlarda ham noodatiy yechim topishingiz mumkin. Siz barcha bilim va ko'nikmalarni oson o'zlashtirasiz va kerakli paytda qo'llashni bilasiz. Muhimi, boshqalarni o'zingizga nisbatan ishonchingizni so'ndirishiga yo'l qo'ymang. Agar ballingiz 300 dan 390 gachani tashkil qilsa, sizning yashirin kuchingiz tezlikdir. Siz kamdan kam hollarda kech qolasiz va uchrashuvlarga odatda boshqalardan avval yetib kelishga urinasiz. Siz tartibli, samarali va qat'iysiz. Ushbu kuchingiz sizga boshqalardan bir qadam oldinda bo'lishga va ulardan ko'prog'iga erishishga yordam beradi. Balki biroz to'xtab dam olarsiz. Agar siz 400 dan 490 ballgacha to'plagan bo'lsangiz, sizda yashirin mantiqiy kuch mavjud. Bu sizni boshqalardan ajratib turadi. Ishonmasligingiz mumkin, ammo do'stlaringiz sizni naq bashoratchi deb bilishadi. Sizni oldindan bilish xususiyatingiz hodisalarning natijasini va hatto boshqa insonlarning fikrlarini avvaldan taxmin qilishga yordam beradi. Muhimi, o'z qobiliyatingizni me'yoridan orttirib yubormang. Iliq lahzalardan bahra oling. Agar ballingiz 500 dan 600 ni tashkil etsa, sizning yashirin kuchingiz boshqalarni xuddi kitobdek o'qishdir. Siz kimdir yolg'on gapirayotganini yoki xafa ekanligini, xursand yoki norozi ekanligini, nimanidir berkitayotganligini oson aniqlaysiz. Ushbu qobiliyat sizni yaxshi do'stga aylantiradi. Shuningdek, bu xususiyat hislaringizni boshqalardan pinhon tutishga imkon beradi. Menimcha, unchalik yaxshi xususiyat emas. Bu test sizga qanchalik to'g'ri keldi? Buni kommentariyada yozib qoldiring.
Video yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Ko'rishguncha